Xo'p, ikkinchi qavatdagi spalnigimiz. Xo'p, devorlariga spalning bosh tomoniga shunaqangi mягкий обивкалар yasadik. Xo'p, bag'da trimo. Trimo bo'lgandan keyin bu tomoniga alohida yana garderob yasadik. Endi bag'da ikkinchi qavatda mehmonlar uchun katta zal. Bu tomonga ham katta qilib shkaf yasaganmiz. Asosan kiyimlar uchun vishilka, polkalar. Yani hammasi vishilka, polka. Bag'da katta televizor. Hop, tayinli. G'aladon. Hop, endi ikkinchi xonamizga kiramiz. Uchinchi xonaga. Bu bolalarimiz uchun detskiy mebel. Bolajonlarimiz maza qilib, o'sha yerda dars qilib, orom oladigan xona. Devorlarga shunaqangi obivkalar, reflyonni MDFdan, krashini MDFdan yasaganmiz. Hop, bag'lari g'aladonli. Bu ham g'aladon. Shkaflari. Ikkita bola uchun moslab yasalgan mebel. Endi bu bolalar uchun xona. Endi men sizlarga qizlar uchun yasagan mebelimizni ko'rsataman. Qizlar uchun shunaqangi arkali qilib yasadik. Parti ham trimo o'rnida ketaveradi. Spalni ikkita yoniga tumbuchka. Shunaqangi neobichniy ranglardan foydalanganmiz. Bu shkafini ko'radigan bo'lsak, reflyonni shunlari. Vishilka. Tomonlarda vishilka bo'lgan. Hop, endi shunaqangi mebellar kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, Alido mebel jamoasi sizlar uchun doim xizmatda. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Alido mebel jamoasi sizlar uchun har doim xizmatda.